아, 중요한 거. Mari ulle trilla sulle storie.
Assalomu alaykum, xudo xolalar, xush kelibsizlar. Endi joylashgan bo'lsanglar, mezbon onalarimizdan kelib, chiroyli duo qilib, davramizni ochib bersa, xudo xolasa, o'kshanbazimizni ham boshlaymiz. Orqasidan siz boshlaydigan. Ha, o'kshanlar. So'zga. Kelinglar. Onalarimiz kelinglar, davramizni ochib bergan ruhshanbazimiz boshlaylik. Kelinglar, onalarimizdan duo qilib davramizni ochib bersa, undan keyin Xudo xolasa, kun boshlaymiz. Assalomu alaykum aziz mehmonlar. Mana shu Tarxon deb atalmish boshqalarga xush kelibsizlar. Qadamlaringizga hasonat bo'lsin. Fursatdan foydalanib, 2 yoshga baxt tilayman. Iloyim qo'shgani bilan qo'sha qarisin. Allohim baxtlari butun, iqbollari porloq bo'lsin. Ser farzand, ser davlat bo'lsin. Ota-onasini hurmat va izzat qiladigan farzandlar bo'lsin. Allohim kelinimiz bilan birga rizq, baraka, davlat kelsin. Allohim bizga shunaqa chiroyli ne'matlarni bergan Allohga shukr. Allohim bergan ne'matlarni munosib qadriga yetishishni, yanada ziyodalikka erishish baxtiga barchamizni saodatmand etsin. Ikkala tomon qudala bo'lishlik, bilishlik bo'lsin. Shu bugungi mana duolar ijobat bo'ladigan oyda turibmiz. Har bir duolarimiz xayrli bo'lsin, ijobat bo'lsin. Yangi yil bizga yangi imkoniyatlar, yangi zafarlar yiliga aylansin. Hammaning o'shanlar orzulari amalga oshsin. Assalomu alaykum, hurmatli aziz mehmonlar, xudoyimlar, qarindosh urug'lar, qo'ni qo'shnilar, xush kelibsizlar. Mana bugun yoshlarimiz baxtli saodatli bo'lsin, o'zlaridan ko'paysin. Kelin emas, qiz vazifasini bajarsin. Bittagina qizimiz bor. Mana Xudoyim qizning vazifasini bajarsinlar. Xudo andalar borishlik kelishlik bo'lsin, mehr oqibatli bo'lsin, umrlarini oxirigacha opa-ukaday bo'lib yurishini Alloh nasib qilsin. Mana shu hammalarimizdan ham mana kattalarimiz o'tishgan ota-onalarimiz, qaynoqaynotalarimiz, buyuk akalarimiz, mana xudolarimiz tomonidan ham o'tgan imtihonlarni Alloh joylarini jannatda, oxiratdan obod qilsin. Mana bu qilingan hisoblardan bahramand bo'lsin.
o'qilgan mana shu xatmi qurollardan oldilariga kifolar yo'li borsin. Orqalari tinch bo'lsin. Parvardigoriga ham qolganlarni din islomda amallarimizni ham Alloh taolo qablarimizda Qur'on hidoyat yo'llaridan nasib ro'zi aylasin. Farzandlarimizni ham Alloh taolo baxtli saodatli qilsin. Kelganlarning qadamlariga hasanatlarini qilsin. Mana bu xizmat qilayotgan bolalarimizni ham umrlari uzoq, rizqlari baland bo'lib, yaxshilik kunlarda, to'ylarda nasib ro'zi aylasin. Yana shu kunlarga Alloh taolo umri rizqi bilan, ota-onasi bilan, husni jamoli bilan, mehr muhabbat bilan farzandlar ato etib, beshiklarga kelishini Alloh nasib etsin. Allah yurtlarimiz tinch bo'lsin, osmonimiz musaffo bo'lsin, din islomimiz bardavom bo'lsin, yurtlarimizga ko'z tegmasin. Hammaning uyida shunaqa chiroyli shirinlar shahar kunlar bo'lsin. Duolar ijobat qilib, gadoyiga qabul qilsin. Xush kelsin. Assalomu alaykum, hurmatli otaxon, onaxonlar, opa-singillar. Mana chiroyli istaklar, tilaklarni hammalarini gapirib olishdi. Shu nimalarga mana 2 yoshga baxtlar taqdir qilayman. Ulug' allomalarning aklarlarida chiroyli shodiyona kunlarni bazmlarga o'tiribmiz. Aziz asrimizning aziz onlari, aziz odamlardan so'raydi qadrin, fursat g'animatdir, shoh satrlari, bezamoq chog'dir umr daftari. Marhamat, olishib chiroyli bo'lib o'tiring. Assalomu alaykum, mehmonlar. Davlatimizga xush kelibsizlar. Mana shu katta odamlar uchun sevimli gaplariga hammasiga qo'shilganman hammalar. Jiyanlarim baxtli, taxtli bo'lsin. Hammalaring sog' bo'linglar.
ile birga yoningdan ketgim kelmas maydon qilib oqsana tilga naz aylading sarnaz aylading mening yuragimga ishqing o'ylading naz aylading sarnaz aylading mening yuragimga ishqing o'ylading Chiroyli senning yo'q, endi halomatim yo'q. Yo'lida yurishimda, voydan o'ylaging yo'q. Mast aylading, sarmast aylading, mening yuragimga ishqing o'ylading. Mast aylading, sarmast aylading, mening yuragimga ishqing o'ylading. Assalomu alaykum aziz mehmonlar, aziz onajonlar, go'zal latofatli singiljonlarimiz. Mana bugun 2 yoshlarimizning ruhshon vaznlarida sizlar bilan diydorlashib turganimizdan benihoya mamnunmiz. To'ylar muborak bo'lsin onajon. Allohim hamma ko'rsa havas qilgan baxt berishsin Allohim. Ammajonlar davrimizda taklif etamiz. Choptiradi omad degan otingizni. Yashiradi, to'g'irlaydi xatoingizni. Sizdan da zo'r qadrlaydi otangizni. Ammalarni yaxshi ko'ring, ammalarni. Ammajonlarimiz marhamat davramizga. Assalomu alaykum barcha degan mehmonlar, xudojonlar, xush kelibsizlar. Yoshlarga baxt tilayman, baxtli bo'lsin. Assalomu alaykum o'shaga yig'ilgan aziz mehmonlar. O'sha yerda kattalarimiz qilishyapti yaxshi niyatlar, shunga qo'shilgan holda shu yoshlarimizga baxt tilayman, doim baxtli bo'lsin. Assalomu alaykum. Shu koshonaga yig'ilgan barcha aziz mehmonlar, mezbonlar, xudoyimlar, hammanglar xush kelibsizlar. Jiyanlarimga chiroyli baxt tilayman. Ilohim o'tgan xolamlari, pochchamlari Alloh rahmat qilsin. Qolganlari salomat qilsin. Jiyanim shu uyda kelmas qiz bo'lib xizmat qilsinlar Ilohim. Kelinlar muborak bo'lsin, singiljonim. To'yga ulansin, to'y g'aznaga ulansin, g'azna Ka'balarga ulansin. Ilohim Bahodir akamni, Nodir opamlar umra hajlarga, katta hajlarga borish nasib qilsin. Hammanglar xush kelibsizlar. Sen
Dağlarcan yürüyen bunları doğumda umrinizde dağımızda kalın. Hanice bana şuna dağlardan doldurup oynayın Allah'ım. Aziz mehmonlar, endi tasavvur muhabbatini mamnuniyatla mana shu onajonimizni har doim ko'rgandek bo'ladigan xolajonlarga bersak ham bo'ladi, to'g'rimi? Onam kabi nurli yuzligim, kulib turar doim shirin so'zligim, osmonda yulduzim, olqin ko'zligim, mehrli singdirgan jonim jonajon. Baxtimizga omon bo'ling, aziz xolajon. Xolajonim darvozani kutaman. Marhamat. Assalomu alaykum, aziz mehmonlar. Hammangizga yaxshiligimiz, ilohim yosh baxtli bo'lsin. Oilasizli, oltin taxtli bo'lsin. Rohini sog'lik bo'lsin, oltin boshlari omon bo'lsin. Yusuf Isroilov baxtida baxtga ega bo'lsin. Doimo baxtli bo'lib, sevishib yashab yursin. Hammamiz niyatlarimizga yetadi. Har birimiz xonadonimizda shunaqa chiroyli o'ylab. Assalomu alaykum, hurmatli aziz mehmonlar, doim yaxshi kelibsizlar. Yana bir narsa, anjomlaringiz sog' bo'lsin, xudolarga ham anjomlari sog' bo'lsin. Mana ikkala xudo ota-uka bo'lib yurishgan ularni ortigacha yoshlarimiz baxtli saodatli bo'lsin, chin taqdir bo'lsin, o'zlaridan ko'payishib, yana ishlarga erishib, ularga erishishni Alloh nasib qilsin. Allohim hamisha yuzlarimiz tinch bo'lsin. Hammani xonadonida shunaqa shirinlar shakar kunlar bo'laversin. Duolar ijobatli, doim qabul bo'lsin. O'lim kunlarga mana shafo oylarga yetkazganiga shukronlar. Gapsirajab oylarga mana shafo oylari kelyapti. Ro'za oylariga ham hammalarimiz qatorimizdan xato qilmasdan yetishishni Alloh nasib qilsin. Hammalarining ham anjomlaringiz sog' bo'lsin. Shunaqa yaxshilik kunlarda bir-birlarimizga yod uchrashishni ko'p yillar nasib qilsin. Xush kelibsizlar. Assalomu alaykum, mana shu xonadonga yig'ilgan aziz mehmonlar, hammani xush kelibsizlar. Ikkala yoshga baxt tilayman, shularni baxtini ko'rib yurishlikni Dilfuzaxonga ham nasib qilsin. Ilohim Parvardigor umrlari uzoq bo'lsin, o'tganlarimizni Xudo rahmatda qilsin, joylarini jannatda qilsin. Baxtli bo'lsin. Assalomu alaykum, hurmatli aziz mehmonlar. Mana bugun 2 yoshli baxt misol kechasi. Mana shu fursatdan foydalanib, men jiyanim Shodaxonga, mana o'g'limizga baxt saodat tilayman. Ilohim Nodir opamlarga ham ular uzoq bo'lsin. Shunday chiroyli aqlli qizni tarbiya qilganlar. Dilfuzaxon sizga qizlar duolar bo'lsin. Baxtli bo'lsin ilohim. Yugurib kelib xizmatlaringizni qiladilar jiyanim. Xudo xolisi bizga yaxshi qizlar. Ilohim baxtli bo'lsin. Assalomu alaykum, mana shu yerga yig'ilgan aziz mehmonlaringiz bor. Mana qizimiz
bittasi ahamlarga lekin biz Nodropa deb katta bo'lganmiz. Shuning uchun xola demadi. Nodropalari eng kenjatoy, erkatoy qizlari Gulnosxona, jiyanimlari sol oqshomlaridan oldingi bazmlarda turibmiz. Ilohim baxtli bo'lsin. Armonsiz muhabbat, armonsiz sevgi, armonsiz nur hayot tilayman sizga. Baxtlarning yuksagi, baxtlar yurtoji, muhabbat yurtoji tilayman sizga. Baxtli bo'lsin. Hamma havas qiladigan baxt bersin. Assalomu alaykum. Hurmatli mehmonlar, xush kelibsizlar. Ilohim jiyanim bilan kunimiz qo'shilganizda, ilohim shu farzandlarni kamolini ko'rib rahmat. Xolajonlarimiz, marhamat. Qani. Ey, xolajonlarimiz. Ko'chada
Xudo xolajonimiz Jamolay do'koniga tashrif buyurishganmi demoqchi edi bu yerda. Aziz mehmonlar, mamnuniyatdan so'z navbatda mana shu doim tabassum bilan yuradigan Xudo xolajonimizni dugonajonlari, sinfdosh do'stlarini davramizga chiroyli tilaklar uchun taklif etaman. Avvalambor assalomu alaykum. Mana shu shodiyanaga yetgan aziz mehmonlar, doim yaxshi kelibsizlar. Manam Dilfuzaxonni farzandlarga baxt tilayman, doim baxtli bo'lsin, o'zlaridan ko'paysin. Dilfuzaxonga o'xshagan xushchaqchaq qiz bo'lsinlar, Allohim xush kelibsizlar. Assalomu alaykum. Fayzli mehmonxonaga bergan, tashrif buyurgan mehmonlar. Dilfuzaxon dugona bolalaringiz baxtli bo'lsin. Baxt raqamlarni ko'rib yuring. Xo'jalingiz bilan qo'shaman. Köçeler gelsin zilere,
mehmonlar. Endi esa so'z navbatini mamnuniyat bilan mana shu kelinimiz hamda kuyovimizning opajonlari, singiljonlar, ovsinjonlar bo'lsa ularni davramizga taklif etamiz. Ular ham chiroyli tilaklarini ikki yoshlarimiz uchun bildirib qo'yishadi. Marhamat opajonlarimiz. Avvalambor assalomu alaykum, xush kelibsizlar. Singiljonimning erkatoyimizda salom oqshomlarni ba'zida davom etgan ekanmiz. Shu fursatdan foydalanib singiljonimga baxt tilayman. Baxtli saodatli bo'lsinlar. Dilfuza xoyamlarga kelin emas, qiz muborak bo'lsin. Dugonamlar mana Dilra bahorga ham singil bo'lsinlar iloyim. Mana o'zi ikkita singlim bor, ular mana menga dugonam. Kuyovimiz mana Xudo xolasa mana ukamlar bo'ladilar. Iloyim baxtli bo'lsin. Ota-onamiz umrlar uzoq bo'lsin, baxt kamolimizni ko'rib, hojona hojatda qilishni nasib qilsin. Baxtli bo'lsin. Assalomu alaykum. Mana shu fayzli xonadorimizga xush kelibsizlar hammanglar. Mana ukam Bekzodjonga baxt tilayman. Gulnoza singlimga ham baxt tilayman. Ikkalalari qo'sha qarib doim baxtli hayot kechirsin. Ilohim egizak farzandlarni bersinlarki dunyoga Xudoyim. Ota-onamni xizmatini chiroyli nima deyishim kerak? Xizmatlarida chiroyli yursinlar, shirin bo'lib o'zimga o'xshab. Ilohim xush kelibsizlar hammanglar. Yana bir bor baxt tilayman ukam bilan Gulnozaxonga. Doim sog' bo'linglar hammanglar. Xush kelibsizlar. Avvalambor assalomu alaykum. Shu yerda yig'ilib kelgan mehmonlar, hammanglarga rahmat. Singiljonim baxtli bo'lsinlar. Ana ularni ko'rib turganlar, hech qachon yomon kun ko'rmasinlar. Doimo baxtli saodatli bo'lsinlar. Kuyovimizlar bilan aloqa bitta aytganida uchta bo'lishdi. Akalarim ko'p bo'lishni xohlardim. Shunaqa doim mehribon bo'lib yuraylik bir-birimizga. Baxtli bo'lsin. Marhamat singillarimizni oraga.
Bu 2 yoshga baxtlilarman. Qo'sha qarisin, sevdarsan, sevdarlar ko'rishsin. Ilohim baxtlarga hech qachon ko'z tegmasin. Hech kim ko'rmagan baxtni ko'rsin. Ilohim qiz bo'lib kelsinlar, kelinlik xizmatlarini qilsinlar. Baxtli bo'lsin. Assalomu alaykum. Mana shu kechaga yig'ilgan mehmonlar, mezbonlar, xudoyimlar, qarindosh urug'lar hammalar xush kelibsizlar. Mana shu fursatdan foydalanib o'quvchilarga baxt tilayman, farzandlariga. Ilohim go'zal ularning umrini ko'rayurishi tilakdoshiman. Hammalarga rahmat deganinglar uchun. Thank you.
Anamcha hech kim ruxshatlar ko'p bo'lmagan bo'lsa kerak. Eringizda Xudo xolajonimiz taklif qilgan bo'ladi. Xudo xolajonimiz ro'mollaringiz tayyormi Xudojonimiz uchun? Qani qarsiyalachonim chiroyli kayfiyatdan kutib olamiz ha. Xudochilik ming yilchilik, ming yil bordi keldichilik. Hammamizga nasib qilsin. Mana shunday xudochilik deya davramizni qoq markazga Xudo xolajonimiz taklif etamiz. O'quvchim, singildagi Gulnozaxonga ham, Bekbajonga ham baxt tilayman. Ilohim umrini oxirigacha bir-birini sevib, ardoqlab baxtli yashasin. Ota-onalari bunday go'zal baxt ko'rib, xursand bo'lib ko'zlari o'ynab yashasin ilohim. Har doim mana shu umid bilan to'lqigan ota-onalarini yuzlarini hech ham yerga qaratmasin. Har doim shularning duosini olib, chiroyli bo'lib yashasin. Har doim ular orqasidan yaxshi gap eshitaylik. Ilohim baxt tilayman. Baxtlari mana shu bugungidek go'zal barcha do'stlar davrasida chiroyli o'tishiga tilakdoshman. Baxtli bo'lsin yoshlar. Baxtli bo'lsin. Assalomu alaykum aziz mehmonlar, mezbonlar. Sizlar hammalarga taklif qilaman. Farzandlarim ilohim baxtli, saodatli bo'lsin. Baxtli bo'lsin. Assalomu alaykum aziz mehmonlar. Hammalar xush kelibsizlar. To'yda bo'lsin-da. Mana rosa chaqirdilar qildi. Qani chaqirdiga kelganlar o'ynaydi mehmonlar. Umringlar sog' bo'lsin, tanjoninglar sog' bo'lsin. Mana shu ikkala o'g'lim, qizimga baxt tilayman. Mana bitta qizim 2ta bo'ldi, yana 3ta bo'ladi bitta o'g'lim bor. Xudo xolisa qizda qilib olaveramanda. O'zim ham masalan ko'nglim ochiq. Umri sog' bo'lsin, tanjoni sog' bo'lsin. Yana haqiqiy to'ylarga kutaveramiz. Xudo xolisa qatorimizdan qolmasdan kelishi istayman. Sog' bo'linglar. Ro'mollar qo'yib xirom eta olamiz. Marhamat. Haqqiga joylarimiz marhamat. Xudolarimiz uchun. Oylaş kılar kiler, oylaş kılar kiler, oylaş kılar
bor bilan, hayo bilan keldilar kelin boshimiz. Liboslari yarashgan kelin boshimizni oydekina, guldekina yuzlarini ochib oldigan. Alloh mana shu liboslari kabi hayotlari ham chiroyli bo'lsin. Muxlis bo'ling Makkatillohga, ummat bo'ling Rasulullohga, oshiq bo'ling yolg'iz Allohga, sevimli kelin bo'ling borgan dargohga Allohim. Kelin boshi muborak bo'lsin. Qani o'z azizlar
Aholalar kelib qatnashamiz. Canım